Assalomu alaykum. Andijonim bolalari, Ultrasburgut yigitlari. Men sizlarni ko'p yillardan beri kuzataman. Men hozir 71 yoshdaman, lekin bu Andijon komandasini uzoq yillardan beri kuzatib, mana bu oxirgi mag'lubiyatlaringlarni hech ham ko'tara olmay qoldim. O'g'llarim, sizlarda har doim kommentatorlar gapirganda chaqilmas yong'oq deydi. O'shinga amal qilinglar. Jon bolalarim, sizlardan iltimos, mana shu Olmaliqqa borganda men sizlardan faqat g'alabani kutaman. Sizlarga ishonaman. Sizlarni doim qo'llayman, doim duodaman. OFK o'yinlarida ham yaxshi o'ynab, Xudo xolasa yuzimizni yorug' qilinglar. Hamma kutganlarni bir lol qoldirib, o'zinglar kimliginglarni, burgutni qanchalik baland uchishinglarni ko'rsatib qo'yinglar. Aziz bolalarim, sizlardan iltimos, agar shu safar ham agar yutmaydigan bo'lsanglar, bilmayman men qanday holatga tushaman. Yig'lavaraman, juda ham mag'lubiyatinglarda yig'layman men. Jon bolalarim, iltimos, mana shu safar yutinglar. Iltimos qilaman sizlardan va doim o'yin 90 minut tinmasdan duo qilaman bolalarim. Ultrasburgutga mana shu sizlarni hozirgi qilayotgan mag'lubiyatinglar hech ham loyiq emas. Bu bolalar shuncha mehnat qilishyapti, boshqa qilyapti. Hech ham sizlarga shularga loyiq ish qilmayapsizlar. Jon bolalarim, bular qanchalik nima qilgan bo'lsa, baland uchishyapti. Sizlar ham shunga yarasha ish qilinglar. Jon bolalarim, uyattirib qo'ymanglar. Bu bolalar umid bilan sizlarni qayerga borsanglar orqanglardan yuribdi, mehnat qilishyapti. Bularni mehnatini bilinglar. Jon bolalarim, iltimos, bularni yuzini yorug' qilib o'sha Olmaliqdan bayroqlarni ko'tarib xursand bo'lib qaytib kelishsin. Ilohim amin. Xudo sizlarga yo'l tilayman va g'alaba tilab qolaman. Jon bolalarim, yutib kelinglar, iltimos. Faqat yig'lavoray deyapman. Iltimos bolalarim, yutib kelinglar. Amin. Xudo yo'linglarni ochiq qilsin.